Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Dumar va Nilufar Qambaraliyevna Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi pedagogika psixologiya va amaliy fanlar metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugun sizlar bilan 205 modul formativ va summativ baholash moduli kesimida o'quvchilar bilimini baholashning yangi tizimi haqida suhbatlashamiz. Ta'lim sifati har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonda ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish hamda xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta'minlash maqsadida baholash tizimi tubdan takomillashtirib kelinmoqda. Yangi baholash tizimining o'rganishning dolzarbligi haqida fikr bildirar ekanmiz. Baholash o'zi ta'lim maqsadlariga erishish darajasini aniqlash, o'quvchining bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini o'lchash jarayoni bo'lib, an'anaviy baholash tizimida asosan o'quvchining yakuniy natijasi e'tiborga olingan bo'lsa, zamonaviy baholash tizimida esa o'quvchining o'quv jarayonidagi rivojlanishi, individual yutuqlari, kompetensiyalarini shakllanishi ham baholab boriladi. Demak, yangi baholash tizimining asosiy tamoyillari quyidagilar. Birinchisi, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilish. Demak, baholash tizimi ta'lim sifatini oshirish, o'quvchining rivojlanishini kuzatish va individual ta'lim yo'nalishini belgilashga xizmat qilishi lozim. Ikkinchidan, metodlarni takomillashtirish, o'qitish metodlarini takomillashtirish hamda ota-ona, o'qituvchilarni xolis ma'lumot bilan ta'minlash zamonaviy baholashning asosiy maqsadlaridan biridir. Va uchinchisi, monitoring. Yangi baholash tizimi o'quvchi rivojlanishini kuzatadi, o'qituvchi faoliyatini tahlil qiladi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Demak, baholanishni o'rganishning dolzarbligi nimalarda? Kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslanganligida. Bugungi kunda o'quvchi faqat bilim olish emas, balki muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, muloqot qilish, axborotlar bilan ishlash, ijodkorlik kompetensiyalarini ham egallashi zarur. Shuning uchun baholash tizimi ham ushbu kompetensiyalarni o'lchay oladigan darajada takomillashishi lozim. Xalqaro baholash dasturlari bilan bog'liqligi. O'zbekiston quyidagi xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etib kelmoqda. Bular quyidagilar: PISA, demak o'quvchilarni funksional savodxonligini baholash, TIMS, matematika va tabiat fanlari bo'yicha tadqiqotlar, PIRLS, o'qish savodxonligini baholash, TALIS esa o'qituvchilar va ta'lim muhitini o'rganish. Mazkur tadqiqotlarda yuqori natijalarga erishish uchun baholash tizimi ham xalqaro mezonlarga mos bo'lishi lozim. Demak, O'zbekiston Respublikasida baholash tizimi quyidagi normativ-huquqiy hujjatlarga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi baholash tizimi quyidagi asosiy normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Bu hujjatlarda ta'lim sifati monitoringi, davlat ta'lim standartlari, baholashning shaffofligi va ta'lim natijalarini monitoring qilish masalalari belgilangan. Demak, birinchi hujjatimiz bu ta'lim to'g'risidagi qonun. Ta'lim to'g'risidagi qonunda ta'lim sifatini monitoringi, davlat ta'lim standartlari, baholashning shaffofligi va ta'lim natijalarini monitoring qilish masalalari alohida belgilab o'tilgan. Navbatdagi normativ-huquqiy hujjatimiz esa Prezident farmoni 6108 sonli farmon. Bunda ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon bo'lib, kompetensiyaviy yondashuv, zamonaviy baholash mexanizmlarini joriy etish va xalqaro baholash dasturlariga tayyorgarlik vazifalari belgilab o'tilgan. 557-12 sonli Prezident farmonida esa 2030 yilgacha xalq ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi, xalqaro standartlarga mos baholash, ta'lim sifatini monitoring qilish va o'quv natijalarini muntazam tahlil qilish asosiy vazifalar sifatida belgilab o'tilgan.
va navbatdagi normativ huquqiy hujjatlarimiz esa mana shu kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslangan va baholash tizimiga doir bo'lgan Vazirlar Mahkamasining qarorlari, ta'lim sifatini monitoringiga oid qarorlar asosida ichki baholash, tashqi baholash va milliy monitoring tizimini shakllantirish nazarda tutilgan. Endi yangi baholash tizimimiz quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Demak, 6 ta tamoyilni o'z ichiga oladi. Birinchisi adolatlilik. Har bir o'quvchi teng sharoitda baholanadi. Yagona mezon subyektivlikka yo'l qo'ymaslik va xolislik talab etiladi. Shaffoflik. Baholash mezonlari oldindan e'lon qilinadi. O'quvchi nima uchun baho olganini va qanday yaxshilash mumkinligini albatta biladi. Uzluksizlik. Baholash faqat chorak oxirida emas, balki butun o'quv yili jarayonida amalga oshiriladi. Ishonchlilik. Natijalar qayta tekshirilganda ham bir xil bo'lishi lozim. Haqqoniylik. Baholash topshiriqlari o'quv maqsadlariga mos bo'lishi lozim. Va oxirgisi rivojlantiruvchanlik. Baholash o'quvchini rag'batlantirishi kerak. Men nechi baho oldim emas, men nimani o'rgandim degan savollarga ham javob topishi lozim. Demak, yangi baholash tizimida biz ikki iboraga duch kelamiz: formativ va summativ baholash. Formativ, ya'ni shakllantiruvchi baholash o'zi nima? Formativ baholash ta'lim jarayonida o'quvchini rivojlanishini kuzatish va unga muntazam teskari aloqa berish jarayonidir. U doimiy bo'lib, bahodan ko'ra fikr mulohaza muhim rag'batlantiruvchi xususiyatga ega. Demak, formativ baholashimizning maqsadi kamchiliklarni aniqlash, o'quvchini rivojlantirish va o'qitishni moslashtirish. Ikkinchi usullari qanday? Demak, biz formativ baholashni qanday usullarda amalga oshiramiz? Kuzatish, savol-javob, mini test, refleksiya, portfolio va loyiha ishlari. Va bunga misol, masalani to'g'ri yechding, ammo izoh qismida dalillaringni kuchaytirishing kerak. Bu formativ baholash hisoblanadi. Ya'ni o'quvchiga biz tavsiyalar berib boramiz. Ikkinchisi summativ, ya'ni xulosalovchi baholash. Bu muayyan mavzu, bo'lim yoki o'quv davr yakunida o'quv natijalarini aniqlash jarayonida u yakuniy natijani aniqlash, reyting qo'yish va hisobot tayyorlash maqsadida o'tkaziladi. Biz summativ baholashni BSB va CSB ko'rinishlarida amalga oshiramiz. BSBimiz demak bob bo'yicha summativ baholash, CSBimiz esa chorak bo'yicha summativ baholashga to'g'ri keladi. Demak, BSB va CSBlarni mavzuli nazoratlar, bo'lim nazorati, chorak nazorati, yakuniy attestatsiya ko'rinishlarida amalga oshiramiz va ularni nazorat ishlari, loyiha ishlari, taqdimot ishlari, amaliy mashg'ulot, laboratoriya ishlari ko'rinishlarida imtihon, yakuniy test va davlat attestatsiya shakllarida amalga oshiramiz. Summativ baholashimizning maqsadi yakuniy natijani aniqlash, reyting qo'yish va hisobot tayyorlashga xizmat qiladi. Va quyida sizni ekraningizda ko'rib turgan jadvalimizda formativ va summativ baholashni taqqoslanishi berib o'tilgan. Demak, mezonlar vaqt, maqsad, teskari aloqa, baho va natijalar. Demak, vaqt masalasi formativ baholashda o'quv jarayoni davomida, ya'ni yil davomida amalga oshiriladi. Summativ bahoyimizda esa o'quv yakunida, chorak yakunida yoki qaysidir bo'lim yoki bob yakunida BSB va CSB ko'rinishida amalga oshiriladi. Maqsadi formativ bahoyimiz rivojlantirish maqsadida, summativ bahoyimiz esa bob va choraklar kesimida yakunlangan bob bo'limlar natijasini aniqlash maqsadida amalga oshiriladi. Teskari aloqa formativ bahoda doimiy muntazam aloqa, summativda esa yakuniy xulosalovchi aloqa hisoblanadi. Baho, demak, formativda u darajada yuqori baho berilmaydi, lekin summativ bahoda esa majburiy 100 ballik tizimda oladigan bo'lsak, formativ bahoyimizda 100 ballik tizimda atiga 10% tashkil etadi xolos. Summativ bahoyimiz esa 100 ballik tizimni 90% tashkil etadi. Natijalar o'sish dinamikasi va summativ bahoda yakuniy ko'rsatkich. Formativ va summativ baholashning uyg'un qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarni kompetensiyalarini rivojlantirishga hamda xalqaro standartlarga mos natijalarga erishishga xizmat qiladi.
Quyidagi chek-list orqali siz baholash jarayonini nazorat qilishingiz mumkin. Quyidagi chek-listlar o'sha baholash jarayoni har bir bosqichini nazorat qilishga yordam beradi. Misol uchun, baholash mezonlari. Har bitta fanlar kesimida biz formativ, summativ baholash amalga oshirishda, demak, baholash mezonlarini ishlab chiqamiz. Mezonlarda aniq maqsadlar belgilangan, mezonlar oldindan e'lon qilinadi. Vazifa davlat ta'lim standartiga mos, natijalar qayd etilgan, teskari aloqa belgilangan hisoblanadi. Formativ baholashda kuzatish olib boriladi, savol-javoblar beriladi, refleksiya tashkil qilinadi, tavsiyalar beriladi, rivojlanish qayd etiladi. Summativ baholashimizda esa nazorat materiallari tayyorlanadi. Ya'ni har bitta o'sha bob yoki bo'lim so'ngida bob yoki bo'lim bo'yicha olgan bilimlarini, ya'ni egallagan kompetensiyani aniqlash uchun nazorat materiallari tayyorlanadi va bu nazorat materiallarini baholash mezonlari ishlab chiqiladi, natijalar tahlil qilinadi va mana shu tahlillardan kelib chiqib o'quvchilarni qayerlarda bo'shliqlar mavjudligi bo'yicha xulosalar ishlab chiqiladi. Bu jarayonlarda o'quvchilarning faoliyati qanday bo'ladi? Darsda faol qatnashishadi, mustaqil ishlashadi, savollarga javob berishadi, mavzularni bajarishadi, natijalarni taqdim etishadi. O'z-o'zini baholash jarayonida esa mavzuni tushunganligi, misollarni bajara olganligi, mustaqil ishlay olishi, qo'shimcha yordam kerak yoki natijadan qoniqqan yoki qoniqmaganligi qayd etib boriladi. O'zaro baholashda, ya'ni biz guruh bo'lib ishlaganimizda, demak, hamkor fikrlarni tinglash, tavsiya berish, kuchli tomonlarni ko'rsatish, hurmat bilan munosabatda bo'lish, xolis baholash. O'qituvchidagi refleksiya qay darajada amalga oshadi? Maqsadga erishishda faol metod qo'llanadi, baholash samarali bo'ladi, kamchiliklar aniqlanadi, takomillashtirish rejasi tuziladi. Dars yakunida esa o'quv natijalari tahlil qilinadi, formativ baholash o'tkaziladi, summativ baholash tayyorlanadi, ota-onaga ma'lumotlar beriladi, keyingi qadamlar belgilanadi. Zamonaviy baholash sifati, kompetensiyalar baholanadi, funksional savodxonlik hisobga olinadi, individual rivojlanish kuzatiladi, xalqaro standartlar e'tiborga olinadi va rivojlantiruvchi teskari aloqa beriladi. Demak, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, zamonaviy baholash tizimi o'quvchini jazolash yoki saralash vositasi emas, balki uning rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi mexanizmdir. Formativ va summativ baholashning uyg'un qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarni kompetensiyalarini rivojlantirishga hamda xalqaro standartlarga mos natijalarga erishishga xizmat qiladi. Demak, yuqoridagi fikr mulohazalardan kelib chiqib, quyidagi asosiy xulosalarni berishimiz mumkin. Birinchidan, baholash ta'lim maqsadlariga erishish darajasini aniqlash jarayoni. Ikkinchidan, kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy baholashning asosi. Uchinchidan, xalqaro dasturlar PISA, TIMSS, PIRLS, TILES baholash tizimini takomillashtirishda muhim omil hisoblanadi. Va to'rtinchidan, adolatlilik, shaffoflik, uzviylik, ishonchlilik, haqqoniylik va rivojlantiruvchanlik baholashning asosiy tamoyillari bo'lib xizmat qiladi. Va quyida sizga yuqoridagi bilimlarni qay darajada o'zlashtirganligingizni aniqlash uchun, bilimlarni tekshirish uchun savollar berilgan. Demak, birinchi savolimiz: baholashning asosiy maqsadi nima? Zamonaviy baholash tizimining dolzarbligi nimada? Kompetensiyaviy yondashuv nima? Baholashning asosiy tamoyillarini sanab o'ting. Adolatlilik va shaffoflik tamoyillarining mohiyati nimada? Formativ baholash nima va uning asosiy maqsadi qanday? Summativ baholash qachon amalga oshiriladi? Va oxirgi savolimiz: formativ va summativ baholashning farqi nimada? Demak, hurmatli tinglovchilar, shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.